Bunaqa harom ishlaringni-chi, o'zing qilasan, shundaymi? Qoringni ko'rmay bo'tdi seni. O qanaqa harom ish? Nag'manning soqqa qilib tashlaymiz, nima deyapsan sen? Surobotdan qaytib qoringni ko'rmaysani. Hali yana gaplashamiz. Men hujjat. Bu ertaga xitlanib qolmasmi ekan? Ko'ngilni to'q ko'rgan, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz bilan ishlash yoqadi-da. Hujjatlar tayyor bo'lsa, men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Sardor aka, sizmisiz? Assalomu alaykum. Sizni gapingizga ishonib, o'zim yashab turgan uyni sotib, sizni uyingizga to'lov qilgan edim. 2 yil bo'lib ketdi-yu, aka. Yana qancha kutish mumkin? Aka, iloji bo'lsa, ertaga bitta menga aloqaga chiqing-da. Aka, uylarni topshirishimizga 1 oy vaqt qoldi. Sardor akam ham xitlayaptilar. Nima qilamiz? Ukan, sen xavotir olma. 1 oy ichida hal qilamiz. Og'ayni, salla joyi hal qilurlaring, hisob kitob to'lash mendan. Ha, bo'pti, hozir qo'raman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menga qara. Mana hujjatni qayerdan olding? Bu o'sha hokimiyatdan berilgan hujjat. Qanaqasiga hokimiyatdan beriladi? Bu yerda 12 etashga deb turibdi-yu, biz 9 etashga qurayotgan bo'lsak. Men o'sha siz aytgandek qildim hammasini. Mendan shunchalik oson qutulib ketaman deb o'ylamading. Men senga aytuvdim, hali joyi kelsa gaplashamiz deb. Soxta hujjatlarga keladigan bo'lsak, bu meni ishim. Aytganchi. Ukan, men sanamshing. Sog' bo'laring. Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi o'zi? Men bunaqa vaziyat bo'lishini bilmadim. Hammasini to'g'rilayman. Kelib shunga orqa tutasanmi? Qidiruv bo'limidan Sharif Baxtiyor.